Rasulullohni yaxshi ko'rish vojib aslida. Har bir mu'min musulmon uchun Rasulullohga muhabbat qo'yish vojib. Rasulullohni yaxshi ko'rmasak bo'lmaydi. Umar radhiyallohu anhu keldilar. Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men sizni yaxshi ko'raman. Ota-onamdan keyin, farzandlarimdan keyin men sizni yaxshi ko'raman dedilar. Rasululloh nima dedilar? Bo'lmaydi dedilar. Umar radhiyallohu anhu aytdilar, ota-onamdan keyin sizni men yaxshi ko'raman undan keyingi o'rinda. Rasululloh aytdilar, bo'lmaydi dedilar. Men ota-onamdan ham oldin sizni yaxshi ko'raman dedilar. Rasululloh yana so'radilar, o'zingdan-chi dedilar. O'zimdan ham oldinroq sizni yaxshi ko'raman deganda endi bo'ladi dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qo'yish har bir mu'min uchun vojib bo'lgan amal. Yaxshi ko'rish kerak Rasulullohni. Muhabbat qo'yish kerak. Rasulullohni bilaylik, yaxshi ko'rish